8 yoshga borganimda otam qamalgan. Bir kunda ulg'ayganman. Bu otam rahmatlining sudida ishtirok etganim bo'lgan. Va men kichkinagina qizni kattalar nimagadir sud zaliga olib borishganda, men mana shu jarayonlarga ko'pincha qarshiman. Bolalarning ruhiyatini o'shanga og'ir voqealar bilan zaharlamaslik kerak ekanda va men o'sha panjara ortida ozib kichkinagina bo'lib ketgan otamni ko'rib juda ham yomon ahvolga tushganman va meni ichimda men qutqarishim kerak degan bir fikr uyg'ongan. Ya'ni onamni siqilishlardan qutqarishim kerak va otamni ko'nglini ko'tarish uchun juda ko'p xatlar yozardim qamoqxonaga. Deyarli har kuni xatlar yozardim. U xatlarim borardi, bormasdi, men uni bilmayman, lekin men umuman xatni yozib onamni qo'liga tutqizardim, adamga jo'nating va har doim shu xat yozganimda dada sizni yaxshi ko'ramiz, sizni sog'indik deb yozardim. Vaholanki otadan juda katta qo'rquv bo'lgan menda va ko'p kartinalar ko'zimning oldida qolib ketgan va mana shu bolalar bilan ishlayotgan paytimda ota-onalarga aytamanki, hech qachon urush janjallarni bolalar ko'rmasin. Bolalar oldida bular muhokama qilinmaydi. Mana shu ota-onani bir-birini sevgisini, bir-biriga bo'lgan muhabbatini, bir-biriga bo'lgan hurmatini ko'rish kerak bolalar. Shundagina ular hayotda katta bir maqsadlarga qiyinchiliklarsiz erishadi degan bir fikrlarni aytaman.